Qani uyingizni xuddi shunaqa somon suvi holatda topshiring, ataga 100 ming so'mga xuddi mashq holatga olib kelib beramiz. Ya'ni usti haqqi xomashyo salafandan tortib lesasigacha bitta ko'rasiz. Bu marmarino fason bo'lar ekan. Bitta uyimizga baho berasizlar, akalar bittadan like bosinglar, eng kamida sizlarga ham shunaqa faizli xonadonlar nasib qilsa. 100 ming usti haqqi xomashyosi hamma yo'q ichida bo'lib, qo'qonli ustalar travertning xizmatini qilib berishgan. Xohlasangiz mana shunaqa dekorativni baylarni ham qo'shib berishadi. Faqat bay alohida 1 million so'm ekan. Mana shu ishlarda diod ledlari bilan. Bu ham mo'shi bo'ladi. 15 yildan 15 yildan 20 yilgacha garantiyasi bo'ladi. Kartamera, marmarino istalgan turdagini qilib berishaveradi. Ya'ni eng arzoni 100 ming so'mdan boshlanib 120 ming so'mgacha, undan tashqari Milano fason, ya'ni 150 ming so'mdan Milano fasonlarni ham qilib berishaveradi. Ko'rib turganlaringdek bu uyimiz 300 kvadratga yaqin bo'lib, 2,5 ming dollarga usti haqqi xomashyosi ham yo'q ichida bo'lib, 15 kunda ichida patkulish holatda topshirishgan. Kimga shunaqa sifatli ustalar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirdik. Mana shunaqa qilib dekorativni gul qilib turib, mana shunaqa qilib tumbalar bilan kolaboratsiya qilib berishaveradi. Aloqaga chiqasizlar.